Balacalar, bunaqa ko'k somsa yemagansizlar. Ustilari qisir-qisir, sirlari cho'zilib turadigan ismalodan somsa tayyorlaymiz. Bir stakan suvga bir choy qoshiq tuz, bir choy qoshiq pariman ro'shasidan solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qurib olib, 1 soatga tendirib qo'yamiz. Xamirni 8 bo'lakka bo'lib olib, birpas tingandan keyin ozgina yoyib olib, har bir qavatiga pista yog' surib taxlab, yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Ichiga solish uchun ismaloni chiroyli qilib to'g'rab, mayda qilib to'ralgan piyoz, tabga ko'ra tuz, qirg'ichdan o'tkazilgan sir solib aralashtirib olamiz. Tingan xamirlarimizni qo'lda shunaqa ochib yoyib olamiz. O'zi shunday yoyilib ketadi. Ustiga yog' surib olib, 4 ta chetidan shunaqa kesib, ismaloli qiymamizni solib, shu ko'rinishda taxlab tugib olamiz. Tukkan somsalarimiz ustiga ham ozgina yog' surib olamiz. 190 gradusda ustilari chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. Bitta yurakchaman shirin so'zlaringizdan kutib qolaman. Bismillah. Bay, ustilari qisir-qisir, nozikkina. Og'izda eriydigan bo'pti, juda mazali.